ajalimdan 5 kun oldin o'ldiradi iborasi to'g'ri bo'ladimi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Darhaqiqat xalqimiz ichida biror bir ishga duch kelingan paytida bu ish meni ajalimdan 5 kun burun o'ldiradi singari gaplar yuradi. Bu haqida har bir musulmon kishi to'g'ri e'tiqodni bilib olishi kerak bo'ladi. Avvalo ajal so'zi o'zbek tilida chegara, nihoya degan ma'nolarni bildiradi. Ya'ni bu insonni hayotini oxiri chegarasi bo'lganligi uchun ham ajal deb atalgan. Har bir insonga Alloh taolo ma'lum bir umrni belgilab bergan. O'sha umr na ziyoda, na kam ham bo'lmaydi. Endi bir inson bir ishga duch kelgan paytda bu ish meni ajalimdan yoki bu narsa yoki falonchi meni ajalimdan 5 kun burun o'ldiradi deyishi xato tushuncha hisoblanadi. Va bu xato yangi paydo bo'lgan xato emas, balki bundan 1000 yildan oshiqroq oldingi paytlarda ham bu da'voni ko'targan toifalar, xususan Mu'tazili degan bir toifa shu gapni ko'tarib chiqqan. Ularning iddaolariga ko'ra ajal ikkita bo'ladi deyishgan. Bittasi Alloh taolo belgilab bergan ajal, ikkinchisi esa boshqa birovlar tarafidan tajovuz qilinib yoki biror bir u ajaliga yetmasdan oldin unga qandaydir bir tajovuzlar natijasida insonni vaqtidan burun o'lib ketishi deyishgan. Ammo ahli sunna va jamoa ulamolari ajal bitta bo'ladi. Hammaga Alloh taolo belgilab bergan ajali bo'ladi. Demak, bir inson boshqa bir tajovuz natijasida yoki bo'lmasa hozirgi kunimiz bilan aytadigan bo'lsak, Alloh saqlasin, bir inson avtohalokatga uchrab vafot etgan bo'lsa, ajalidan burun o'lgan bo'ladimi desa, yo'q, balki u aynan ajali yetgani uchun o'lgan bo'ladi. Alloh taolo unga shuncha umrni belgilab bergan bo'ladi. Unda nargi avtohalokatga sabab bo'lgan kishi nima uchun javobgarlikka tortilishi kerak degan savolga u kishi shariat man qilgan ishni, ya'ni o'sha avtoulovingni falonchini ustiga haydama yoki bo'lmasa falonchini unga bir joniga zarar keladigan, ya'ni uni joni tanasidan chiqib ketishiga sabab bo'ladigan ishni aslo sodir etma degan ma'nodagi ko'rsatmasiga demak yurmagan bo'ladi. Shuning uchun u odam javobgarlikka tortiladi. Demak, ajal bitta bo'ladi. Hamma faqat va faqat o'zini ajaliga ko'ra vafot etadi. Hech kim ajalidan burun aslo o'lgan bo'lmaydi.